Assalomu alaykum. Shangon Buxoro obunachilari. Bugun sizlarga Shangon brendidan S3A to'liq avtomat bo'lgan 4 cho'tki mashinamiz obzorlarini qilib beramiz. Xudo xohlasa, mana ko'rib o'tirgan bo'lsalaringiz, buni yog'i o'zini ichida bo'ladi, ya'ni karterda bo'lmaydi-yu, yopiq holatda bo'ladi. Shu uchun moyini ham 1 yilda emas, 2 yil, 3 yilda almashtirsalaringiz bo'ladi bemalol. Bu mashinalarimizning xususiyatiga keladigan bo'lsak, avtomatik zakriy funksiyalari bor boshida, oxirida. Bundan tashqari 5 mm gacha bo'ladi cho'kining katta kichikligi. Asosiysi, pedalning orqasini bosgan paytda labkani ham ko'taradi. Ovozini ham eshitishlaringiz mumkin. Deyarli yo'q. Labkan chiqib tushganining ovozi ham. Xo'p, sizlar uchun mana tayyorlab qo'ydim. Mana bu 9 xil dekorativ cho'kini tikishlari. Mana 1, 2, 3, 4 va hokazo 9 gacha bo'lgan dekorativ cho'kini tikishlari hisoblanadi. Xo'p, mana o'zlaringiz ovozini ham jonli tarzda eshitishlaringiz mumkin. Mashinamiz 4000 оборотda ishlayapti. Pedalni oxirigacha bosganmiz. Mana orqa tomonlari ham, cho'klari ham idealni bo'ladi. Sizlarni showroomimizga taklif qilamiz. Kelib ishlatib ko'rib, bemalol Xudo xohlasa xarid qilishlaringiz mumkin. Tikuv mashinalarimizga. Mashinalarimizga ofitsialni 3 yil garantiyasi bor. Kimga shunaqa sifatli arzon mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.